Toshkent amaliy fanlar universiteti ijtimoiy gumanitar fanlarning dolzarb masalalari va zamonaviy yondashuv mavzusidagi xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Dunyoning turli burchaklaridan ilmiy tadqiqotchilar, professorlar va xalqaro ekspertlar jam bo'lgan ushbu nufuzli anjuman ijtimoiy gumanitar fanlarning rivoji, ilmiy hamkorlikni mustahkamlash hamda dolzarb masalalarga innovatsion yechim topish kabi muhim maqsadlarni oldiga qo'ydi. Konferensiya doirasida tilshunoslik, adabiyot, tarix, folklor, tarjimashunoslik va ta'lim metodikasi kabi yo'nalishlarni qamrab olgan 8 ta shu'ba faoliyat yuritdi. Tadbirda Germaniya, Turkiya, Hindiston, Misr, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Malayziya kabi 10 dan ortiq davlatdan olimlar va xalqaro ekspertlar ishtirok etdi. Xalqaro anjumanda Malayziyaning nufuzli Pendidikan Sultan Idris universiteti professorlarining ishtiroki alohida e'tiborga molik bo'ldi. This is my third day in Uzbek. Ushbu tashrif menga amaliy fanlar universiteti bilan kelgusida ilmiy tadqiqotlar hamda talabalar va o'qituvchilar almashinuvi dasturlari bo'yicha hamkorlik qilish imkoniyatini beradi. Mazkur universitet xodimlari mehmondo'st va samimiy ekan. Talabalar esa faol, o'qituvchilar bilan ochiq muloqot qiladi. Tashrif davomida bakalavriat bosqichi talabalariga dars o'tdim. Menga ularning ishonch bilan savol berishi, tanqidiy fikrlash qobiliyati yoqdi. Pendidikan Sultan Idris universiteti Malayziyaning yetakchi pedagogika universitetlaridan biri bo'lib, ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashi bilan tanilgan. Tashrif davomida malayziyalik professorlar talabalar va o'qituvchilar uchun mahorat darslari, seminarlar hamda ilmiy muhokamalar o'tkazib, o'z tajribalari va innovatsion yondashuvlari bilan o'rtoqlashishdi. Bizning universitet Toshkent amaliy fanlar universiteti bilan ta'lim imkoniyatlarini yaxshilash borasida umumiy maqsadlarga ega. Ushbu universitetning kompyuter muhandisligi bo'limi, fizika laboratoriyasi kabi bir nechta bo'limlari bilan tanishdim. Xonalarda mashg'ulot o'tkazish uchun zamonaviy jihozlarning mavjudligi, fikrimcha, talabalarning amaliy bilimlarini yanada mustahkamlaydi. Bundan tashqari, 2 dars mashg'ulotida ham qatnashdim va har ikkala guruhdagi talabalarning aqliy salohiyati, ta'lim olishga bo'lgan ishtiyoqi, muammolarni hal qilish qobiliyati e'tiborimni tortdi. Aniq ayta olamanki, bu yerdagi kompyuter fanlari va muhandislik bo'yicha ta'lim sifati xalqaro standartlarga bemalol javob beradi. Inshaalloh.